Demak, yoshimiz 34 da bo'lsa va bo'yimiz 155 cm, biz suyak holatini aniqlab olamiz. Suyak o'rtacha 47 va 53 kilogramm oralig'i bu norma kilogramm hisoblanadi. Bu o'zi modellarni tana vazniga moslangan. 55-56 kilogrammgacha bo'lsa ham bu mijozimizda vazn normada hisoblanadi. Hozir kilogramm 63-300 gramm chiqdi. Demak, biza 55 kilogramm reja qiladigan bo'lsak, 8 kilogramm 300 ortiqcha vazn bor ekan. Endi bu 8 kilogrammni qaysi qismi yog', qaysi qismi ortiqcha shlaklar, shuni aniqlaymiz. Demak, bizda umumiy yog' miqdori aniqlandi. Bu 33% tashkil qilyapti. Demak, 26 dan 28% gacha norma yog' hisoblanadi. 5% dan 7% gacha yog'imizni kamaytirishimiz muhim. O'sha 47% da suv yetishmovchilik bizda hisoblanadi. 50% dan kam bu yetishmovchilik. Demak, suv balansimizni ham 50 dan yuqoriga biz ko'tarib olishimiz kerak. Tana tuzilish turida ikki ko'rsatkich ko'rsatyapti. Vazn ortiqchaligini bildiradi. Yog'imiz ko'p, mushak massamiz kam. Mana bu yerda mushak massamizda 43% ko'rsatyapti. Bu yoqda bizda o'sha oqsillar organizmda yetishmayapti. Demak, organizmda suyaklarning zichlik holati 2% ko'rsatyapti. 2-4% da bo'lishi kerak. Demak, 2% ga biz suyak massamizni, ya'ni kalsiy miqdorimizni ko'paytirib olishimiz kerak. Ya'ni stroy materiallarimiz ham organizmda yetishmayotganini ko'rsatyapti. Va 3 kilogrammga ortiqcha bo'lgan visceralniy jirni, ichki yog'ni biz yo'qotishimiz kerak. Ichki biologik yoshlar 39 yoshni ko'rsatyapti. Ya'ni ichki organlar, ichki faoliyat o'zini 39 yoshdagi insonni holatida his qilyapti degan. Ichkaridan inson qariyapti. O'zlarini 20 yoshdagidek his qilish xohlayaptilar. Demak, 19 yoshga yosharish uchun organizmni ichkaridan yoshartirish uchun mana bu yetishmovchiliklarimizni to'ldirib, ortiqchalarni chiqarib tashlashimiz kerak ekan va bunga demak 8 kilo ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun 3 oy muddat kerak bo'ladi. Kimdir bir oyda ham xalos bo'lishi mumkin, lekin o'zimizga baribir 3 oy reja qilamiz. Sababi 3 oyda organizm o'zini qayta tozalab, qayta vasanatsiya qilib, yetishmovchiliklarni to'ldirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. 1 oyda, 2 oyda bu jarayon sodir bo'lmaydi. Kim onlayn yoki offlayn tarzda shunaqa konsultatsiyadan bepulga o'tish xohlasa, mana shu video ostiga plyus belgisini qoldiring, biz sizlar bilan aloqaga chiqamiz.